Tövəndə diqqətinizə İgilik tiklash melodiyasi nomli kitobimning ma'rifga oid qismidan ilingan yozma Yaxshilar yashnaydi. Yaxshilar yashnaydi. Kechining qarang'usida qo'shimi qoshlarimni turib, ko'nglimga patmagan so'zlarni marjandek to'kib atkim kelib ketadi. Hamisha emas, faqat ba'zida. Menmi inson emasmi? Tashna bo'laman ba'zi kechalar, uyqu farishtasining allaylishiga. Uyqusizlik elib ketdimi budir chochlarimni, farishtaning shaytini tutib hasad yo'lavatdimi? Uni o'ylab, xotirlab ketmadim bu kech daftarimga. Bu kech yerimgacha zo'rliq bilan kelayotgan chog' bir tema kelib oldi ko'ngil xotiramga. To'kib etay uni men, terib olg'in darholla sen, yaxshi bo'lib yashasang har doim kuylayman. Yaxshi bo'lib yasha, yaxshilardan bo'lib yasha. Chunki yaxshilar hamon yashnaydi. Adimilik qarang'iliq cho'kayotganda, umid ishonch o'layotganda, umidsizlik tushkunlik mug'ambirlar qaqoqlayotganda. Yaxshilar esligi bilan yulduz kabi chaqnaydi. Umidsizlarga umid beradi. Qaymoqqanlarga yo'l ko'rsatib beradi. Yaxshilarning izidan mang'anlar haqida avlodni so'yindirgidek dastonlar yoziladi. Salam, do'stim Murkut, yaxshimisan? Bu qatim yurtga borganimda yetkizgan do'stlik shafqatingga rahmat. O'z navbatida sana o'xshash do'stlik sadoqati va muhabbati bilan meni quchoqlab qarshi olgan do'stlarning odamgarchiligi va fazilatiga tashakkurlar bo'lsin. Odamning yaxshisi mana sizlardek bo'ladi. Ko'ngil, mehribon, mas'uliyatchan ham tirishchan. Muhimi hayotda pokiz mavqasi bor bo'ladi. Qisqasi, kishilik sifatlari o'zgarmas bo'ladi. Ko'ngilning odamning yaxshisi har zaman, har yerda o'zgarmaydi degani barhaq rost ekan. Bostonga yenib kelganimdan keyin sen bilan qilishgan suhbatlarni aslab chiqdim. Ma'rifchi bo'lganliging uchun, ma'rifning jamiyatning taraqqiyotidagi ijobiy rolini yaxshi tushundig'anim uchun, sen bilan bo'lgan ma'rif haqidagi yosh avlodlarimizning kelgusi haqidagi fikrlaringni qayta o'ylab chiqdim. Sening yoshlarning ma'rif tarbiyasi haqidagi andishaning asosi bor. Avlodlarning kelgusi ko'ngil bildigan seningdek bir munavvar xalq o'qituvchisi jamiyatning boyligi. Men sening kuchlik mas'uliyatchanlik tuyg'ungdan faxrlanaman. Men ishlarda ko'pincha yaxshi tarafni ko'radigan umidvor biri. Burunla bir yazmamda mundaq degan edim. Hayotimizda ishlar asosan ikki turlik bo'ladi. Bir xil ishlar bor. Sen uning har qancha kuchsangmi uning natijasini o'zgartira olmaysan. Yana bir turlik ishlar bor. Sen uni niyat iqboling, jasorating va amaliy harakating bilan o'zgartirishga qodirsan. Shu bir odam uchun shu ikki xil ishni ayirishni bilishmi cho'ng ish. Bizda har odam o'z taqdirining to'mirchisi degan so'zmi bor. Men sana o'zining to'g'ri tanlashi orqali o'z taqdirining to'mirini obdan so'qolgan bir necha ini-singillarimiz haqida hikoya so'zlab berish orqali amchiga tushgan ko'nglimga umid berishni muvofiq ko'rdim. Chunki men yaqinlarimning umidsizlik ichida yashab o'tib ketishini asla xohlamayman. Men sana so'zlab bermoqchi bo'lgan bu yoshlarning ba'zilarini sen taniysan. Undaq bo'lsa, qulqing mening hikoyamda bo'lsin. O'zing bilasan. Mening arzu armanlarim to'la odam. Shuning uchun asratlarim ko'p odam. Bu hol xuddi eng cho'ng boyning eng ko'p qarzi bo'lgandek ahvolga o'xshaydi. Nimishqa bundaq o'xshitsan deysan cho'qim. Baylar to'xtamay bayligini ko'paytirishni o'ylaydi. Shunga cho'ng turlarga mablag' soladi. Ba'zida buningga mablag' yetishmay qoladi-da, bankidan va yoki uningdan qarz olishga to'g'ri keladi. Salgan mablag'i naqd pulga aylanib qaytib kelmagan ahvol ostida u muddati to'shib qolgan qarzni qaytarish uchun yana qarz olishga majbur bo'lib qoladi. Xuddi shuningdek, men maqsad nishonlarimning ko'pligidan
qilmoqchi bo'lgan ishlarimning to'lliqidan ularga yetish bo'lolmay, azob, hasrat va jafo mushaqqat tortib qolaman hayotda. Garchi shundoq bo'lsa-mu, men hamon hayotning go'zal taraflarini, odamlarimizning yaxshi taraflarini ko'rishni xohlayman. Bu xil yaxshi taraflarni ko'rish mening yoshlarimizning ichidan chiqqan munavvar o'g'il qizlarimizning o'z murad maqsadlariga yetishni ko'rishdimi ifodalanadi. Sen mening ikkimizga o'rtaq do'st bo'lgan, Avstraliyada yashayotgan doktor Qaysar Hoji bilan birlashib, Baybol shirkatini qurganligimizni bilasan. Yashayotgan shahringda qad ko'targan Baybol shaharchisidan mal sotib olg'ili turganimni menga deding, rahmat. Bizdek do'stlaringni jumladan Baybolliqlarni qo'llaganingga. Biz shirkat qurganda ma'rif mulozimati va pul muomala sohasida bilim tarqatish orqali Baybol shirkatiga umid bog'lagan kishilarga manfaat yetkazishni o'ylashgan edik. Shirkat qurilganiga 2 yil bo'ldi. Sen shirkatning bizga qanchalik iqtisodiy foyda yetkazayotganligini so'ramaylik qo'y. Chunki biz so'zlarimizdan ilhom olib, naf olgan kishilarning foydasini biz ko'rgan foyda deb o'ylab, xo'sh bo'lib yashaydigan kishilar biz. Bundaq desam, bizni apandimning latifistiki oshpuzulning oldidan o'tkazib qo'yib, mantini purtib qo'ysa, mazillikkan to'ydim deydigan hamoqat baylarda o'ylab qolmagan yana. Bir daraxtning mevasini yeyish uchunmi necha 10 yil vaqt ketadi. Hozir bizning o'z orzuyimiz uchun kurash qiladigan, necha 10 yil kuchab astoydillik bilan ter to'kadigan chog'larimiz. Sen menga o'xshash pul al dunyoga havas qilgan odam emassan. Sening ma'rifiga bak qizg'idig'ingni bilganim uchun Baybol shirkatini qurgandan buyon tanishgan yoshlarning muvaffaqiyatini so'zlab beray. Bu hikoyalarning ba'zilari Baybol shirkatiga munosabatli, ba'zilari munosabatsiz bo'lsa-mu, bularda mundaq bir o'rtaqlik bor. Bu qisqa hikoyadagi personajlar munavvar yoshlar bo'lib, biz ularning qo'liga keltirgan natijalari bilan ulardan faxrlanguchi. Baybol shirkati qurilganda dunyo iqtisodiy, pul muomala bozori, eglik tiklash qatorliqlarga qiziqadigan hamda ma'rif ko'ngil bo'ladigan bir turkum korxonachi, tijoratchi va xizmatchilarni ko'zda tutib, yuqoridagi sohalar bo'yicha tarbiyalash mulozimatini yo'lga qo'ydik. Chunki ular bilim orqali boy bo'lishni istaydigan kishilar bo'lib, ma'rifga alohida ahamiyat beradiganlarmi bor edi. Ular yana o'z oilasining ma'rifiga ko'ngil bo'lib qolmasdan, balki yana o'zi biladigan, taniydigan yoki o'zi istiqbolliq deb qaragan yoshlarning g'amini yeydigan kishilardan edi. Men bulardagi ijtimoiy mas'uliyat tuyg'usining kuchligidan bak so'yindim. Ularning xolis emgaklarga qarab, mening ulardan o'rgangim keldi. Bulardan biri Yaponiyaning Tokyo shahri tarim restoranini ochgan Sirajiddin ismli yosh edi. Bir kuni u mening bilan aloqa qildi. Qaysar muallim, men sizlarning so'zinglarni angladim. Men sizga bir talantli yosh enimizni havola qilay. Yo'l ko'rsatib, yetakchilik qilib, shu enimizning Amerikada yuqori o'rlab o'qish orzusiga yetish uchun kuch chiqarib qo'ygan bo'lsanglar. Bo'ladi dedim men va shu onla u enimiz haqida so'radim. Sirajiddinning tanishtirishicha bu yigitning ismi Ahadjon Abdulla bo'lib, Turpanda tug'ilib o'sib yetilgan va dadasi Abdulla muallimning aeroplan yasashga bo'lgan havaslari bilan zaharlanib, dadasi bilan birlikda shaxsiy aeroplan yasab, yalqindoq yo'lda parvoz qilgan yigit ekan. Bu yigitning iqtidori va g'ayratidan ta'sirlangan Sirajiddin yurtga tuqqan yo'qlab qolganda, uni izlab berib, tanishlik berib, uni Yaponiya chiqib o'qishga rag'batlantiribdi. Ilm so'yar dadasining va al so'yar yigit Sirajiddinning qo'llashi va yordami bilan bu yigit Yaponiya chiqib o'qib, bultur yazda magistrlik unvonini olgan ekan. Men Sirajiddinning Ahadjon uchun qilganlarini so'yindim. Hamda uning menga va Baybolga bo'lgan ishonchisini yerda qo'ymaslik uchun Bostondagi til maktabi bilan aloqalashib, bultur sentabrda Ahadjonni Bostonda kutib oldim. Men Amerikada chet ellik o'quvchi bo'lib o'qishning mushkulligi haqida xil ko'p yozma yozdim. Nurg'un narsa tegi taktidan olganda janli iqtisodga berib taqiladi. Ahadjon garchi tirishchan ham aqlli bo'lsa-mu, mushu masalaga 1 yildan keyin yo'l qatdi. Qanday qilish kerak? Albatta, qiyinchilik yuz berishning oldini olish kerak. Shuning bilan Ahadjonga 1 yilning ichida inglizchani yaxshi o'rganib, bu yil sentabrda doktorlik o'qishga kirib bo'lish haqida maslahat berdim. Maslahat berib qolmay, uni Boston rayonidagi 2 danglik universitetga olib bordim.
Sabab qilsang söhbət su to'xtaydi. Bularning biriga yaqinmi kelgili bo'lmadi. Sababi Ahadjon doktorlik programmasiga kirish uchun cho'qim bir yurish o'lchamlik imtihonlarni berish kerak edi. Ammo buning uchun kam deganda 2-3 yil vaqt uningga qo'shilib iqtisodmi ketadi. Shuning bilan Ahadjon o'qsa katta ish bo'ladi deb qaragan mashina odam yasash injenerlik danqaba yana bir xususlar idorchilik universitetining shu programma mas'uliga Ahadjonni tanishtirib xat yozdim. Hamda uning bilan ko'rishni talab qildim. Programma mas'uli dunyoga donliq Massachusets universitetida, texnik universitetida doktorlik bitirgan professor kishi bo'lib, xatimga aktiv inkos qaytardi hamda katibi bilan aloqalashishni aytdi. Shuning bilan bu yilning 5-i qishning xosiyatli bir chorshanba kuni saharda Ahadjon bilan mashinalik 2 soatdan ortiq yo'l yurib u maktabga bordik va professor bilan qizg'in ko'rishdik. U kishi bizga xeyli vaqt ajratdi. Tajribalarni ko'rsatdi. Esli odamlar kichik PL kamtar ham mehribon bo'ladi degan gap rost ekan. Bu kishi bizga umid berdi va biz bilan quchoqlashib xo'shlashdi. U kunidagi Ahadjonning chiroyidagi kulkini demaysizlar. Uning chehrada oftobdek parlab turgan kulkidan turpanda mart edil jujan pishiradigan illoq bor edi. Shu ko'rishdan keyin Ahadjon bu maktabning doktorligiga iltimos qildi. Men burungi yozmalarimda degandek, Amerikada mayli o'qishga kirish bo'lsin yoki xizmat tepishda bo'lsin, kandidatni cho'qim shu kishini yaxshi biladigan kishilar baholab xat yozib berish kerak. Bu xatning birini Ahadjonning Yaponiyadagi ustozi yozib berdi. Yana birini men yozib berdim. Shunda qilib kunlar, oylar o'tayverdi. Ahadjonmi haliqi mening san degan lirikamda tasvirlangan munu misralardagi meningdek taqozzoliq bilan maktabning javobini kutib o'ltiraverdi. Saqlasam chiqib qolarsanmi? Qish kelganda, qorlar yig'ib qor bo'voyga aylanganda. Sabr qilsang o'rdan holva bitadi. Bu yilning 11-aprelda u maktabdan Ahadjonni doktorlik programmasi qabul qilganlik haqida uqtirish keldi. Bu intayin raqobatli kasb bo'lib, Ahadjonga nisbatan ahamiyati cho'ng edi. Men bu xo'shalligimni basamay, buning uchirini shu kunli do'st yaranlarga taqatdim. Enim Ahadjon Abdullani tabriklayman. Avval seni tarbiyalagan ota-onangga tashakkur. Ondan sana chet elda o'qish fursatini yaratib bergan Yaponiyadagi Tokyo restoranining qurg'uvchisi Sirajdanga samimiy rahmat. Uning sening istiqboling uchun qatirgan kallasi va qilgan yardım uchun yaratuvchimiz uningga haslab ajr bersin. Sening g'oyang uchun okean atlab, ilm yo'lida jafo chekishga balla bog'lab, yer qattiq Bostonga kelgan g'ayratingga barakalloh. Sening mashina odam injenerlik bo'yicha xususlar idorchilikdagi oliy maktabning doktorlik qabul qilganini chin qalbimdan tabriklayman. Ishq echildi sana, yo'llar uzun sana, xo'shallik ato qilding hammaga ham menga. Sening yoshlarimizning o'g'inish o'lgisi ekanligida shak yo'q. Jafo oldinda sharaf bo'lsa, uning keynidilla. Qut bo'lsin sana. Biroq bu maktabning o'qish puli qimmat bo'lib, iqtisodiy masala hal bo'lmasa, qabul qilingan bilan yana u maktabda o'qilib bo'lmaydi. Men Ahadjonni o'qish mukofotiga iltimos qilganimni o'qiman. Buning xabarini u saqlaydi, men saqlashib beraman. Bu chaqlardagi uning chiroyiga qarasam, uningdan chiqib turgan tashvishdan bulut tutilib, mo'ldir to'kilib, pishay degan jujamlarni nobud qilib holat. Men to'xtamay uningga g'ayrat va umid beraman. Shu yili men yurtga mang'icha uning o'qish mukofotining xabari yo'q edi. Yurtdan qaytib kelsam, xabari chiqmabdi. Meni xursand qilgan bir ish shu bo'ldi ekan, kelganini anglab Ahadjonning o'ydiklarining hammasi alaydan bir tong saharda qo'p turpandan Urumchiga chiqib biz bilan ko'rishdi. Men Ahadjonning o'ydiklaridan yaxshilikni, oqko'ngil mehribonlikni, diyonat va tirishchilikni sezdim va ichimda dedim: "Mushundaq yaxshi kishilar yashnaydi." Bostonga qaytib kelgandan keyin Ahadjonning o'qish mukofotining izdirgini qilib, yiliq professor bilan aloqa qilib uqdimki, maktab Ahadjonga to'liq o'qish mukofotini beribdi. Bütün o'qish pulini ko'tarib qolmasdan yana uning har oyda xilali yuqori maosh berdi ekan. Bu xabarni Ahadjonga yetkazgunimda uning chiroyida aytqusiz xo'shallik jilva qildi. Har ikkimiz intayin xo'sh bo'lishdik. Men yana darhalla do'st yaranlarga buni uchurlarni yo'llab etdim. Enim Ahadjonning WPI Worcester Polytechnic Institute'ning mashina odam injenerligi kasbi bo'yicha doktorlik qabul qilganligi haqida bahorda uchur bergan edim. Bugun topshirib olgan uchurim shudirki, u yana yordamchi o'qituvchilik, ya'ni TA'lik, teaching assistantshiplik mukofotiga erishdi.
o'qish puli haqsiz bo'lib qolmasdan yana maosh oladi har oyda. Muborak bo'lsin enim. Endi Turpanning jujam qiyomi bilan mehmon qilaydi san? Yo'q demayman. Munavvar yaxshilarimiz, nimaga qarab o'ltirsizlar? Ilm uchun tirishmay, kelgusi uchun tepchaklamay, o'rinliqni qo'g'lab, nacharlikni tillamay, yoshlikning buyuk g'oyalarga to'lgan paytlarini tetamay. Ruhliq yaşanglar. Xo'shal ham umidvor yaşanglar. Mana bu bizning Ahadjandak. Xo'sh. Mening mushu yerda buni ko'z qarashni yana ta'kidlagim kelyapti. Yaxshilar haqiqatan yashnaydi. Yaxshilarni elning duosi yashnatadi. Duoning xosiyati meningcha, uning kishiga berishlaydigan muqaddas ishonch va g'ayratda bo'lsa kerak. Men shu kuni 3 odamga tashakkurimni bildirdim. Oldi bilan Ahadjan o'ziga, uning o'zini har jihatdan isl tarbiyalaganiga. Bu yoshdagi yoshlarimizning ichida o'ng ta'turini farq etmay, hayotini nobud qilib yashayotganlarmi bor. Anın uning ota-onasiga, men ularning farzandini axloqli, oqko'ngil ham yaramli qilib tarbiyalaganiga. Chunki balani bu dunyoga operat qilib qo'yib, uning chin ma'nodan ota-onalik so'yguni bermay yashayotgan shaxsiyatchi ota-onalarmi bor. Ondan Ahadjandek talantli yoshni bayqagan, uning istiqbolining parlashiga yo'l ichib bergan hamda uni menga tanishtirgan yaxshi enimiz Sirajdinga. Chunki o'zini o'ylab, o'z tirikchiligi uchun qiladigan xizmatini xalq suyarli qilib ko'rsatishga uringan. O'zidan men nima ish qilyapman deb so'ramay, "Bravni, nima deb undaq qilmading, mundaq qilmading?" deb so'raq tarchiq aran turadigan nomussiz kishilarmi bor. Shunmanki Ahadjan yashnaydi. Bundan keyin texmi zo'r natijalarni qo'lga keltirdi. Shaksizki Abdulla akalama yashnaydi. Bu xil yashnash oldi bilan ularning farzandining kelgusidan vaymiy emaslikdan iborat xotirjamligidan boshlanadi. Aytishga bo'ladiki, talantli eni singillarimizning kelgusiga ko'ngil bildigan enimiz o'xshash, enimiz Sirajdinga o'xshash kishilarmi yashnaydi. Ularning yashnishi, ularning tiklayotgan egilikning ro'naq tepishi va o'z farzandlarining asl tarbiyalanib chiqishi bilan o'z mazmunini topdi. 2016 avgust yozildi. Ahadjan Abdulla haqida yana bir uchur. Ahadjan Abdulla karxanchilik yo'lini tutdi. Doktorlikni olgandan keyin uning ish izlarini mushu kitobning egilik tiklashga oid qismida so'zladim. Ya'ni Yalqıntaq osmonida parvoz qilg'ichidan Boston tuprog'ida egilik tikluvchi bo'lishga qadar nomli yozmada Ahadjanning hozir qilayotgan ishlari bor. Rahmat, ko'ngil qo'yib anglag'anlarga.